ko'p turganlarda kalrabilarimiz ham mana shu holatga keldi. Bular bir 15-sentyabrda ochiq dalaga ekilgan. 15-sentyabrda ekilgan bo'lsa, hozir holatda eng anaqalari mana shu holatda. O'sha buni eng ideal yeydigan payti mana shu. Ko'p turganlar ko'ryapman sizlarga. Hozir sizlarga buni kesib ko'rsataman. Biz baylarni olib tashlayapti. Mana ichini ko'rsataman. Obunachilarimiz mana qiziq. Mana qanaqa. Mana ichi yaqinlashtiring sal. Ko'p turganida mana shu holatda ichlari. Eng ko'lrabini yeydigan holat turib bilan karom mazasi. Menga shunaqa turib sholg'om karom aralash mazasi shunaqa. Haftasini ko'ramiz kesib. Sal po'chog'i qalinroq atdi shuni bo'ladi. Zo'r shirin bo'lib turibdi. Bu sal o'sib ketsa qotib ketadi mana bunlari. Tomiri qalinlashib yesa aniq bo'lib ketadi. Keyin faqat uni ovqatda yesa bo'ladigan bo'lib qoladi. Ovqatda qo'rib, qaynatib, go'sht qilib yesa bo'ladi. Lekin hozirgi holatda eng sochli payti, chunki barashka dedim, barra dedim, hali yosh. Yaxshi o'ziga yarasha ta'mi bor. Suvli ham hozir. Mana bu yo'l bilan ko'rsatdim. Bir interes uchun ham bir olib iste'mol qilib ko'rsa bo'ladi. Yaxshi narsa. Buni ham o'ziga yarasha foydali jihatlari ko'p ekan. Rakibi keladi deydi. O'shalarni kamaytirar ekan bir